Insonni yuragini urib turgan holatda sug'urib oladigan marosim haqida eshitganmisiz? Bu marosimni qadimgi Azteklar amalga oshirgan. Ular quyosh xudosiga qurbonlik keltirish maqsadida odamni yuragini maxsus pichoq yordamida sug'urib olishgan. Qadimgi Azteklar tushunchasiga ko'ra quyosh xudosi tunda zulmat bilan jang qiladi, kurashadi. Mana shu jarayon uchun unga qurbonlik keltirish kerak, unga kuch-quvvat bo'ladi deb ishonishgan. Qurbonlik keltiriladigan inson uchun bu faxr hisoblangan. Ya'ni u qurbonlik keltirilsa, to'g'ridan to'g'ri jannatga tushishiga ishongan. Qurbonlik keltiradigan insonning oilalari ham bundan juda faxrlanishgan. Azteklar oltin, boylik uchun jang qilishmagan. Ular asosan qullar uchun jang qilishgan. Ya'ni qurbonlik keltiradigan insonlarni bosib olgan hududlaridan o'zlarini yeriga olib kelishgan, ularni hatto 1 yil davomida boqishgan, parvarishlashgan, kiyim-kechak bilan ta'minlashgan. Ayrim manbalarga ko'ra, bir qurbonlik marosimida 20 mingga yaqin odam qurbonlik keltirilganligi aytiladi. Tarixda bundan dahshatli voqealarni eshitganmisiz? Agar eshitgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozib qoldiring.